Assalomu alaykum. Instagram ya'ni Telegram, YouTube kanal kuzatuvchilar, obunachilarim. Bizlarni yaqindan, uzoqdan kuzatib, tomosha etib o'tirgan mototsikl ishqibozlari bugun skuter olib qolganmiz. Mana bu skuterni yangi skuter qishda yurmay turib qolgan bir joyda. Keyin akkumulyatorlar uxlab qolgan. Akkumulyatorlarni biza buni yechib olib, ikkitasi brak bo'lib qolgan. Umuman zaryadga olmaydi ham. Zaryad chiqmaydi bundan. Ikki tane toza akkumulyator qo'yib berdik. Qolgan bu 5 tane общий, qolgan 3 tanasini zaryadlab, cho'tga etib joyina qo'yib berdik. 2 dana toza akkumulyator qo'yib berdik. Общий hisobda 5 tane akkumulyator bunda. Mana hozir zaryad chiqdi. Zaryadlab beryapmiz. Xudo xolasa shunday zaryadchiklar ham bor o'zimizda. Mana prosentni ko'rsatib turadi, 87% zaryadi bor hozir o'zida. Shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqa qilsanglar bo'ladi. Qishda haydamasanglar ham bu liboy bir skuter bo'lsin, to'qli harakatlanadigan narsani zaryadlab qo'yib turinglar. Oyinda bir marta zaryadlasanglar bo'ladi. Bir oyda bir marta, 2 marta gideti tashab ketsanglar, uzoqqa chet elga ketadigan bo'lsanglar, zaryadlab turinglar oyinda 2 marta ya 1 marta. Bo'lmasa, mana shunday oqibatlarga olib keladi. Akkumulyatorlar uxlab qoladi, ishdan chiqadi. Xullas problema bo'ladi. Uyingizda bolalaringiz yo boshqa bir aka-ukalaringiz bo'lsa, aytsanglar zaryadlab qo'yib tursa, akkumulyatorlaringiz ko'p ishlab beradi. Toza skuterlar ko'p yurmagan. Chiqsanglar, o'zimiz ko'ngilimizdagidek xizmat qilib beramiz, ishlab taxlab beramiz. Xudo xolasa. Akkumulyatorlarimiz bor skuterlarniki. Skuterlarimiz, texnikalarimizni olib kelsanglar, ishlab beraveramiz. Manzilimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi, Beruniy tumanida bo'ladi. Ko'pchilik bilmaydi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanida. Shunday. Videomiz yoqqan bo'lsa, maksimal darajada do'stlaringizga tarqatib qo'ying. Qo'ldan kelgancha ishlab beramiz.